Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan 38-serverda uy sotib olamiz o'rtoqlar. Sizlar bilan Vayro YouTube kanali. Endi 38-serverda o'ynashni boshlamoqchiman. Shuning uchun yaxshiroq uylarni ko'rib yuribman. Hozircha pul yo'q, to'g'ri. 346 k pul bor ekan. Lekin mana shu uyni sotib olmoqchiman. Nima deysizlar? Qanday bo'ladi? Uy narxi 15 million so'm, hozircha bo'sh ekan. Mana shunaqa keng domlarda qidirib zo'rg'a topib oldim bo'shini. 423 raqami. Keys ochib pul topamiz hozir. U sotib olish uchun. Hozir 7000 gisi bor menda. Shu 7000 gisiga endi bitta keysni yaxshisidan tanlab ochamizda. Keyin soqqani bosamiz. Hozir men o'ylab ko'rdim. Hop, 5000 gisiga 900 pashti 10 million berar ekan. 5000 gisiga, lekin bu to'g'ri kelmaydi deb o'yladim. Shuning uchun keys ochganni ma'qul ko'rdim. Hop, keys ochganda ham yaxshi, juda zo'r, faqat pul beradigan keysni ochish kerak. Behuda aksessuarlari bor orasida keys bu bo'lmaydi. Hop, men mana shu yaxshirog'idan izlash kerak. Faqat pul beradigan bo'lish kerak. O'sha keys. Hop, bunda ham aksessuarlar ko'p ekan, arzon, lekin pul beradigan aksessuarlar emas, o'shani keys kerak. Mana u normalniy. Boshlaymiz bo'lmasam o'rtoqlar. Hop, birinchi aylantirishimiz 50 k pul berdi o'rtoqlar. Bo'ladi, boshlanishiga yomon emas. 10 ta ochib ko'ramiz. 1000 gisi ketadi. 1000 gisini ichida qancha pulli bo'lar ekanmiz. Xo'p. Ikkinchi aylantirishimiz 25 k berdi. Hop, yana bitta takansa bosamiz. Hali ketdi. Hop. Bismillah, bosish kerak takansa. $1 million so'm berdi o'rtoqlar. 1 million 6 ta noli bor. Rostdan 1 million, 100 million, 100 k deb o'yladim. 1 million ekan. Avata ketdi mana, o'sha 1 millionli bo'ldi. Hop. 400 k o'rtoqlar. Yaxshi, normalniy. Hop, yana bitta aylantiramiz. Hop. 500 k. Где-то нормальный foyda bo'lyapti. Hop. Ozgina qotyapti-da, 150 k. $2 million 200 k ekan. 200 k. Hop, yana ikkita aylantirish qoldi. Bundan tashqari 25 k. Где-то 9-chi aylantirishimiz. Hop. $150 k. Oxirgi aylantirishimiz, 10-chi aylantirishimiz. Oxirgisi emas, endi biz 1000 gisi ishlatib qancha pul topganimizni ko'rib chiqishimiz kerak. 300 k. Hop, chiqamiz. Pul qancha bo'ldi? 3 146 k. Normalniy 1200 gisiga 2 250 k olgandan ko'ra hozir 1000 gisiga 3 million 2 800 ga topyapmiz. Hozir yana ketdi. Endi yana dakansa bosamiz. Hop, dakansa yana 10 ta aylantirish bosamiz. Voy, keysdan yana 10 ta bosib ko'ramiz. Qani o'sha keysimiz. Bu normalniy foyda beradigan keyslarga o'xshabdi. Yana 10 tani boshladik. $200 k. Yaxshi. Hop,
Boshidan 200 dan tushib tursa ham normalniy bo'ladi. Mana 150 kilo tiqilmay. 2,5 million so'm. Bola 2,5 million. Rostdan 2,5 million. 5 million 800 pul bo'lib ketdi. Juda omad. Buni hammasi omad. Yaxshi omadli keldi qo'l. Xo'p. Yana topib yana aylantiramiz. Hali yana 8 ta aylantirishimiz bor. Mingisi tugashi uchun. Hop. 50 k. Hop, yana bitta aylantiramiz. $500 tushadimi? 25 k tushdi. 500 ga yetib bormadi. 300 k. Нормально. Киска. Я нормальный. Хоп. Чистка. Нормально. Ajni 300 tushib tursa ham zo'r foyda bo'ladi. Ikkita aylantirish qoldi. $50 k. Mayli. Yana bitta aylantirish qoldi. $25 k. Hop, oxirgi aylantirishimiz. Lekin уже bu mingtalikda ham уже 3 million yaqin pul ishlab oldik do'stlar. Hop, 3 million pulimiz bor edi. Mingisi ishlatdik. 6 million 800 ming so'm puli bo'ldi. Demak shunda 3 million 400 minglar foyda ko'rdik mingasidan. Endi keyingi mingtalikka o'tamiz yana. Keyingi mingtalikdan ham qancha ko'rar ekanmiz, ko'ramiz. Vaqt ko'rsatadi buni hammasini. O'sha 6000 bo'ldi. 2000 gasi bilan 6800 k ishladik. Keyingi 10 talikka start ketdi. $50 k. Mayli. $400 k. Yaxshi, zo'r. $400 k ham zo'r. Video zapis qotyapti-da juda. 200 k. Нормально. $150 k. Bu ham нормально mayli. $250 k. Ketdi. Bittalab ochgan yaxshi-da, 10 tani birdan ochaversa, mayli narsa tushib qoladi. 100 k o'tib ketdi, 200 k dan. Hop. 100 k, yana 100 k. Yana bitta aylantirish qoldi shundan tashqari. Hop, 9-aylantirishimizda nima tushar ekan? 200 k. Hop, 10-aylantirishimiz. $100 k desam, 100 k o'tib ketdi. Hop. 3000 ga aylantirib 8,421 ming so'm yig'dik. Bu normalniy degani.
Yana ketdik akansi endi. Yana mingisiga start beramiz. Yana mingisiga qancha pul ishlar ekanmiz? Boya 648 ming bo'lgan bo'lsa, 748. Bunisidan pichi kamroq qildik. Lekin birda ko'p, birda kam. Shunday bo'laveradi. Keyingi mingisiga start ketdi. Ellik 500 Нормальный. Просто. Yana 500 Audi уже где-то 1 million bo'ldi. Bruzelika bu ya normalniy. Hop, mana ketdi. Yana bitta bundan keyingisi besplatniy kes. Bu hisobga olinmaydi bu 10 taliga. Bu просто 200 mana bu 99 gisi bo'lib qolgan bo'lsa lishniy. O'sha lishniy gisi ketyapti. Spichka 300 Mana ketdi, mana keyingisi. Yana 4 aylantirishimiz qoldi. 25 400 Нормальный. 500 1 million tali bordi lekin bu yoqda. Xo'p. Yana bitta aylantirishimiz qoldi bundan tashqari. Skate'ga tushganda bormi? 25 Ozgina yetmay qoldi skate'ga. Hop, oxirgi aylantirishimiz. Bruzelika. 8 million 400 pul bor edi. 11 million 200. Shunda 2 million qancha ham foyda bo'lyapti mingisidan. Bu yaxshi degani. Endi keyingi mingtalikka start ketdi. O'sha 3 mingisimiz qoldi. Lekin 11 million pul yig'ib oldik. 3 mingisidan, 4 mingisidan, 4 mingisidan 11 million pul topdik. Yana 3 mingisi bor oldinda. Просто omad kelib qo'yapti bo'ldi. Hop. 2,5 million o'tib ketdi. 100 750 Ajjala 100 tushdi. Bular sinayapti-da, mana sabrimni sinayapti bular. 25 shuncha pul turib 25 ga tushgan. Mayli. 100 Rakatra yig'ilib daryo bo'lur deyishgan ekan. Mayda katta summa olib qo'yadi bular. 25 ga lekin mana shu 25 ga burnini tiqib turavermasa, kattaroq pul topib olardik. 4 aylantirish qoldi o'zi. Yana 25 ga tushdi. Ular mana sabrimni sinayapti, aytayman, to'g'ri. O'sha ochim kelmay qoldi. Bale, pizdes. Davay, yana 25. Endi 50 ga tushyapti. Suka, 2 ta aylantirish qoldi. $750 Böyle 750 ming. Hop, bunisidanchi 25. Bu mingasidan boya 11 ming edi. 12 ming, 1 million 400. Уже 10 mingdan keyin server yopilar ekan, shuning uchun tezlashish kerak, bilay, chalkashib ketdim men. Magazinga kirish kerak. 11 million 400 pul bor edi hozir.
2.400.000 hisoblasak 1 million. Mingisidan 1 million foyda ko'rdik. Lekin bu degani ham yomon emas, chunki degani 7 mingisiga hozir 13k pul olgan bo'lardik. $1 million so'm. 1 million. Bittada 1 million. $200k. Okey, 2 million so'mmidi. Bilmadim, yaxshi qaramadim. 2 million emas, 5 milliondan o'tib ketdi, suka. 25 million, bu yoqda 2,5 million, bu yoqda 5 million turadi. O'rtadagi 25k ga tushdi lekin. Biznes. 250k. Chala 100k ga o'tib ketdi. $25k bilya. To'rtta aylantirish qoldi уже. 200k. 2,5 million. 2,5 million. 2,5 million so'm. Boshida 1 million so'm tushdi. 3,5 million so'm. O'shada 4 million bo'lib qo'ygan. Bugungi bu mingtalikda. Mana ham 400 ga tushyapti. $200k. Oxirgi aylantirishimiz mingtalikdagi 10-aylantirishimiz. 750k. 750k. Suka. Qancha pul bo'ldi? 17 million. 800 pul bo'ldi, o'rtoqlar. Yana bosamiz. Yana 10 aylantirishimiz bor. 17 million pul bo'ldi. 18 million bo'lib qolar pulimiz. Yana 1 million chiqib qolar 10 aylantirishdan. Tavakkal bosorish kerak, bizdan nima ketdi? O'sha biz yetarlicha agar 7 mingisini qilganimda 13 million pul bo'lgan bo'lardi. 13 million ham chala, 13 million yetmas, 12 million 800 lar. Lekin 17 million keys ochib 17 million pul qildim. Hali yana 1000 ta keys bor, 10 ta ochish bor. Mana birinchi ochishimiz va 100 ga tushdi. Mana ikkinchi ochishimiz. $25k emas, $150k ekan. Uchinchi ochish ketdi. $1 million so'm emas, 50k. $100k. Hop, 5-chi ochishimiz. $300k da to'xtaydi. Javob. 6-chi ochishimiz. $250k. Yaxshi, normal. 7-chi ochishimiz. $200k. Normal. Xo'p, 8-chi ochishimiz. $100k. 9-chi ochishimiz. $200k. Oxirgi ochishimiz. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Katta ro'zg'or. 25k bilan yopdi oxirgi keysni. Pulimiz 19.321.000 so'm bo'ldi. Agar hozir server yopiladi do'stlar, serverdan keyin asta ko'rishamiz. Video raqamini eslab qo'yaylik, keyin stavka qilamiz. Video raqami 423. Video raqamini eslab qo'ygan bo'lsak, asta bankka suramiz. Server mana ochildi do'stlar. Bankka
15 million qanchalar kirsak bo'ladi? 15 million 200 kiritaylik. Xo'p, bu yerda 4 million 121 ming so'm pul qolyapti o'zimizga. Yaxshi bu. Xo'p, 423 stavka qilamiz. 15 million 150 qo'ysa bo'lar ekan. 15 million 150 qo'yamiz bunisi. 5 150 000 stavka qilindi. Orqaga qaytish ishlamayapti bu. Bu orqaga qaytish bo'lsaylik, hop, auksion. Mana o'rtoqlar qo'yilgan stavka. Endi uyda sotib olganimdan keyin gaplashamiz. Xo'p, o'rtoqlar, mana mashinaning ko'rinishini o'zgartirib oldim va ustini biroz skinlar bilan chiroyliroq ko'rinishga harakat qildim. Birinchida o'zi bergan pomish skinda yurgan edim. Xo'p, hozir qayerga ketyapsizlar desanglar, biznes sotuvga ketyapman o'rtoqlar. Real pulga biznes chiqib qoldi, o'shani olgani ketyapman. Bu biznes qanchaga tushdi deb so'rashingiz mumkin. 350 ming so'mga tushdi bu biznes. Menimcha normalniy tushdi deb o'ylayman. Qanaqa biznes desanglar, albatta bu pastomat. Yujniyda notariusda ro'parasidagi pastomat bilan pastomatni sotib olyapman 350 mingga. Mana shu boladan Asrbek Kabari. Hop, ham olishga ketdik. Birinchi pastomatni ko'ramiz. Rostdan ham nomidami? Asrbek Kabari rostdan ham uni nomida. Hop, endi kiramiz. Hop, men sotmayapman, shuning uchun u tashlash kerak menga. Tashladi. Hop, 5 million so'm ekan narxi. Hop, mana beryapti. Hop, tekshirib olamiz. Menga o'tdim rostdan ham. Chalkashib ketdim. Hop, 20 kunga to'langan ekan. Bo'ldi. Tagiga kiramiz. Pulni tashlab beray keyin qaytamiz. Pulni tashlab beray bolaga. Hop, pulni tashlab berdik mana. Pastomatni endi ko'rishinglar mumkin. Kimning nomida? Hop, biznes haqidagi ma'lumotlar, biznesni yaxshilash, ochiq moliyaviy 10 kunlik daromadni menda ko'rsatmaydi ekan, chunki men yangiman yoki bugun yakshanbalik uchun shunday bo'lyapti menimcha, yana ham bilmadim. Biznes ma'lumotlari mana kartadagi foyda, kunlik foyda 4 so'm. Screenshot qolamiz, kerak bo'ladi. Xo'p, endi keyingi o'ljamiz bu auksion o'rtoqlar. Auksionga uy stavka qilgandik, esinglarda bo'lsa, stavka o'sha oxirgi vaqtlar kelib qoldi. Xo'p, stavkani ko'raylik. Titanfall Wire 1950 bo'ldi. 1 daqiqa qoldi o'rtoqlar. Atigi 1 minutdan keyin uyli bo'laman. 1 minutgina kutish kerak xolos. 1 minutgina. 1 daqiqa. Mashinani chiqarib turaylik. 951 bo'ldi. Siz auksionda g'olib chiqdingiz. Qani uyga ketdi endi do'stlar. Siraz uyga go do'stlar. Hop, uyimizga yaxshi qoldik. O'sha Novi Poliso Kruchniy shu uyga keldik. Mana shu domlardan stavka qildi, esingizda bo'lsa. Bu mana shu domga nihoyat oldim, erishdim o'rtoqlar. Mana shu dom endi meniki bo'ldi. Qo'yil. Yaxshi elitni 8 o'rinli 15 million so'm, kuniga naloq 10 ming so'm. Oila hozircha yo'q. Uyda ko'rinishi bir g'alati ekan. Yoqmadi to'g'risi. Xo'p, hozir qiladigan birinchi ishimiz bu donat qilib kelish bo'ladi.
Xo'p, donat qilib keldik. Uyda remontini ko'ramiz. Endi birinchi qanaqa remontlar bor? Uyni yaxshilanishlar. Inventar. Xo'p, ta'mirlash nomer 1. Birinchi sonli. Xo'p, inventar buni 8 million so'm ekan. Bu 8 million so'mga unchalik chiroyli emas. Meni didimga yoqmaydi. 5 millionlikdan ko'ramiz bitta. Prosta sinab ko'rish deyapti. Ko'rinishini ko'rsanglar ideal holatda. Xo'p, mana shunaqa qilamiz ko'rinishini. Xo'p, mana ketdi. 1390 gisi bor. Ularni versiyaga o'tamiz. Xo'p, aylantiramiz bu yerdan. Xuddi boshidagidek, o'sha rustor. Skate aylantiramiz. Nimadan foyda? Bizga skate'dan foyda bo'lyapti. Bale 65 telefon qilyapti. Nomerni ikki ekan lekin. Uzr, lekin qo'ng'iroq ko'targanim bilan javob bera olmaymanki, sochyapman. Xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Xo'p, 100 ga tushdi. Agar esingizda bo'lsa 1 million so'm pulim bor edi. Xo'p, ikkinchi aylantirishimiz. 25 ga tushdi. Uchinchi aylantirishimiz. 750 ga tushdi. Xo'p, to'rtinchi aylantirishimiz. 200 ga tushdi. Xo'p, beshinchi aylantirishimiz. Yana 200 ga tushdi. Oltinchi aylantirishimiz. 50 ga. Yettinchi aylantirishimiz. 25 ga bo'ldi. 8-chi aylantirishimiz. 100 ga 1 million o'tib ketdi. 9-chi aylantirishimiz. 25 ga bo'ldi. 10-chi aylantirishimiz va nihoyat yana 4 aylantirish qoldi. 50 ga. 11-chi aylantirishimiz. 2,5 million so'm. 2,5 million so'm normalniy. Xo'p, 12-chi aylantirishimiz. 100 ga. Hop, 13-chi aylantirishimiz. Где-то 500 ga tushsa 250 ga. 14-chi aylantirishimiz. Bundan 500 ga tushar ekan. Ana 500 ga tushdi. 5 million turdi lekin uni yonida. Qancha pul bo'ldi do'stlar? 5 million 957 ming so'm pul bo'libdi. Hali точный pulini yig'ib qo'yibmiz pashti. Hop, uy menisiga kiramiz. Uyni yaxshilash, interyer, ta'mirlash 5 ketdi mana. 5 million so'mga chetki remont bo'ldi. Mana bolalar, agar e'tibor bergan bo'lsanglar, video boshida hech nimasiz kirgan edi. Prosta case ochdik va oldik. Bizga agar ketgan gisini aytadigan bo'lsak, hop 8000 gisi va 350 ming so'm pul ketdi xolos. Unchalik ko'p pul ketgani yo'q. Hammaga omad do'stlar. Sog' bo'lasizlar. Obuna bo'linglar.